Yer sharida intayin g'alati bo'lgan mundaq bir qurilish bor. Bu qurilish necha dona g'oyat zo'r toshdan tiklanib yasalgan bo'lib qolmay, hatto ostida nurg'unlagan qadimgi so'ngaklar bilan to'lgan. Uning ustiga nafs o'rinlashtirish usuli nurg'un kishilarni bu hozirgi zamon odamlarining qilgan bir bema'ni chaqchiqi degan qarashni shakllantirib qo'ygan. Undaqda bu qurilish zoti qaysi? Bu dal dunyodagi eng sirliq bo'lgan qadimgi yodgorlik Giganit tosh to'riklar. Giganit tosh to'riklar Angliyaga joylashgan bo'lib, o'rtasida ot to'yiq shaklli 5 cho'ng egmishik qad ko'tarib turdi. Bu egmishiklar egizligi 6 metr, egirligi taxminan 20 tonna keladigan kulrang oksimon toshdan qo'pirilgan. Cho'ng egmishikning sirtqi tarafi bo'lsa olqisimon shaklda tizilgan ko'k rangli oksimon tosh bo'lib, har birisining egirligi 1 tonna atrofida keladi. Qaramaqa bu toshlar intayin qalaymaqan tashlangandek ko'rilsa-mu, ammo o'ziga intayin sirliq bo'lgan tartibni yo'shigan. Olimlar kompyuter orqali tahliliy ekran yuzida uni asli keltirgandan keyin qattiq hayron qolgan. Chunki bu Giganit tosh to'riklarining asosiy o'qi mukammal holatda qishliq kun-tun to'xtash kundagi kun petish o'rni bilan yozliq kun-tun to'xtash kundagi kun chiqish o'rni to'g'rilangan. Uning shaklimi qarmoq intayin cho'ng holatga rasatxonaga o'xshaydi. Undaqda bu Giganit toshlar nima maqsadga yasalgan? Ayni vaqtda texnik kuchi unchalik yaxshi emas turib, bu qanday yasalgan? Eng yangi kino filmlarni dal vaqt ko'rmoqchi bo'lsanglar, Lag 60 saloniga agishinglar, oylik azaliq haqqi oralab o'tgan. Arxeologlar bu joyni qo'llab tekshirish ilib borgan. Tekshirishdan keyin bu joyda son-sanoqsiz qabrlarning borligini, uningdan boshqa bu Giganit toshlarning ostida bir necha odamning so'ngining borligini bayqagan. Buning ichida birisining kallasi ilangan, yana birisining beshiga o'qya tekkanligi isbotlangan. Odamni hayron qoldirdigani Giganit to'riklarining teshidagi 50 necha o'rakdan necha o'nligan ko'ydirilgan odamning qoldiq so'ngaklar topilgan. Olimlar buni necha yil tekshirgandan keyin bu qoldiq so'ngaklarning 5000 yil avvalgi yangi tosh qurollar davriga tava ishkanligini degan. Bu hisobda Giganit tosh to'riklarining shu davrdan boshlab yasalganligidan derak berdi. Shuning bilan bir vaqtda arxeologlar bu joy atrofidan yana nurg'unlagan shu yerlik bo'lmagan odamlarning qoldiq so'ngaklarini, nurg'un yiroq davlatning boyliqlarini hamda qurollarini topgan. Buning qarta olimlar bu Giganit tosh to'riklar balkim ayni vaqtdagi nurg'un kishilar kelib quyosh chiqishini ko'rib ketadigan joy bo'lishi mumkin degan farazni qilgan. Undaqda bir tuzlanlik rayoniga bundoq yo'g'on toshlar qayerdan kelib qolgan? Buning qarta arxeologlar yer posti va tosh qarta tekshirish orqali bu toshlarning 225 kilometr yiroqlikdagi Janubiy Vilish rayoniga joylashgan tog'dan yo'tkab kelinganligini isbotlagan. Undaqda shuncha yo'g'on toshning shuncha vala yiroq yerdan ular hech qanday mashinlashish bo'lmagan ahvolda qanday yo'tkab ekelgan degan savol nurg'un kishilarning beshini qattigan. Buning qarta ba'zilar sol orqali yoki toshga narsa o'rab tugilak shakl keltirish orqali yo'tkab kelgan bo'lishi mumkin degan. Olimlar bu yer atrofidan yana nurg'unlagan Afrika yo'l kalasining qoldiq so'ngaklarini topgan. Hamda bu orqali Giganit tosh to'riklar bariyerning balkim qadimgi davrdagi o'g'lab bo'lib, yeb ichib faoliyat o'tkazadigan joy bo'lishi mumkin degan farazlarni o'ttirib qo'ygan. Ammo olimlarning eng qiyinligini bu ishlar emas. Balki bu tosh to'riklarining ustiga ilingan 7 tonna egirlikdagi tosh. Bu toshlarni ular zoti qanday ustiga qo'ygan? Buning qarta olimlar ular balkim ikki toshni tiklab bo'lib, buning yeniga to'pilikdan birini qurgan. Ondan toshni so'rab elib chiqib ustiga qo'yib bo'lgandan keyin to'pilikni buzib etgan bo'lishi mumkin degan. Lekin bu faqat bir faraz. Ular zoti ayni chog'da bu 7 tonna egirlikdagi toshni qanday ustiga olganligi hozirgacha bir sir bo'lib kelmoqda. Lekin Giganit tosh to'g'risida nurg'un gumonlar bor. Ba'zilar bu Giganit toshlarni oldingi asrning 50-yillari Angliyaga yo'sagan. Bu bir bema'ni chaqchoq deb qaragan. Lekin bu qarash qarta birinchi dunyo urushdagi bir parcha surat 1894-yili bir bo'yning bu toshlarning yeni tushgan surati hamda nurg'un shu to'g'risidagi amaliy isbotlar bu gumonni og'dirib tashlab etgan. Dunyoda sirli ishlar nihoyat ko'p. Buning ichidagi Giganit tosh to'riklarning intayin sirli ishlarning biri.